Adolatning nozik tarozisi. Bir qozining oldiga Navoiy kelib, bir faqir odamning ustidan shikoyat qilibdi. Bu odam hamisha bozorda mening do'konim oldida turadi. Men yopayotgan nonlarning hidini to'yib hidlaydi-yu, sariq chaqa bermaydi. Qozi ancha vaqt o'ylanib qolibdi. So'ngra Navoiyga debdi: "Sen haqsan. Bu odam sening nonlaringni hidlab, huzur qilgan bo'lsa, demak, sening marhamating samarasidan foydalanibdi. Buning evaziga u xarajatlaringni to'lash kerak. Senga 2 dinor kifoya qilar-a?" Shodlikdan Navoiyning ko'zlari chaqnab ketibdi. Faqir odam esa yig'lay boshlabdi. "Naqadar qashshoq ekanim Allohga ma'lum. Meni oyog'imdan silkitganda ham jiring etib bir tanga tushmaydi. Turshakdan sharbat olib bo'larmidi?" Qozi uning so'zlarini eshitib, yana o'ylanib qolibdi. Keyin shunday debdi: "Sen qashshoq bo'lganing uchun pulni men yonimdan to'lab yubora qolaman." Shunday deb, u yonidan 2 tilla chiqardi. Navoiy sabrsizlik bilan pulni olgan qo'l cho'zdi. "Shoshma", dedi unga qozi. "Bu odam noningni yedimi?" "Yo'q, taqsir", dedi Navoiy. "Noningdan junday ushatib oldimi?" "Yo'q, taqsir." "Bo'lmasa noningni puflab, ularni beo'xshov qilib qo'ydimi?" "Yo'q, unday qilgani yo'q, taqsir." "Unday bo'lsa nonlaringni bemalol sotaversang bo'larkan-da. Balki allaqachon sotib ham bo'lgandirsan." Ha, taqsir. Bu odam noningni hidiga qanoat qilgan bo'lsa, senga ham tanganing senga kifoya qilar."